Sizlar xushxabar eshitsangiz siz ham shunday xursand bo'lib ketasiz. Endi xotirjam banklardan islom shariati qonunlariga ko'ra ribosiz, ya'ni foizsiz tartibda tijorat biznesingiz uchun pul mablag'i olishingiz, uy-joy uchun pul olishingiz yoki ehtiyojlaringizga ko'ra qonunga ko'rsatilgan tartibda pul olishingiz yoki pullaringizni islom shariati qonunlariga ko'ra banklarga qo'yishingiz mumkin va bularning hammasi islom shariati qonunlari asosida amalga oshiriladi. Chunki 28-iyun sanasidan O'zbekistonda islomiy bank va moliya xizmatlarini tartibga solish to'g'risidagi qonun rasman kuchga kirdi. Bu degani endi ushbu qonunga ko'ra banklar islomiy moliyaviy xizmatlarni ko'rsatish uchun alohida litsenziyani qo'lga kiritadi va litsenziyani qo'lga kiritgan bank muassasalari, moliyaviy tashkilotlar xalqimizga ribosiz, ya'ni foizdan voz kechgan holatda islomiy moliyaviy xizmatlarni amalga oshiradi. Demak, taxminan aholisining 95% musulmonlar bo'lgan O'zbekistonimizda ham islom shariatiga muvofiq banklar va moliyaviy tashkilotlar joriy etiladi va xalqimizga halol shariat qonunlari asosidagi moliyaviy xizmatlarni ko'rsatadi. Ochig'i juda ham xursand bo'lib ketdim. Bu qonunni tashabbuskori bo'lgan, asoschilari bo'lgan yurtboshimiz boshchiligidagi barcha mutasaddilarni yaratgan ekan panohida asrasin, o'zi rozi bo'lsin va bu qonun xalqimiz uchun ofiyatda hayli manfaatli bo'lib, xalqimiz ham endi bemalol pullarini banklarga qo'yib yoki bo'lmasam ehtiyoji uchun banklardan foizsiz, ribosiz islom shariat qonunlariga ko'ra pullarni bemalol olib, tijoratlarni qilib ehtiyojlarini qondirsin.